Assalomu alaykum meni kuzatuvchilar, YouTube, Instagram tarmoq kuzatuvchilari. Sizlar charchamasdan mana biz KAMAZimizni olib keldik. Remontga o'zimiz borib, motor holati abgor bizga remontga ustki qismi kelmaydi. Biz faqat motor ходовой sistemasini remont qilamiz. Вообще abgor holatga yil zavat qilib olib keldik. Shlankalar yorilib ketgan. Suv turmaydi, suvlarni quyib, motor tagidan qarang, yo'qadi to'xtovsiz. Motor qilinish uchun keldi bu KAMAZimiz. 1983-yilda ishlab chiqarilgan. Mana hamma joydan mo'y sepib yotibdi. Krishkalar yo'q, mo'y solaydigan krishkalar mana motordan yo'g'o qo'yapti. Mana hamma joylari suv yotibdi. 6 oy bir joyda yotgan ekan bu KAMAZimiz. Shuni remontga olib keldik. Xudo xolasa, inshaalloh endi qo'ldan kelgancha motor qismini taxlab, sizlarga qolgan videosini ham qo'yamiz xudo xolasa. Inshaalloh. Endi to'g'ri motorni yig'ayotgan paytimizda video ola olmaymiz. Inshaalloh zavat qilganimizdan keyin videosini chiqaramiz xudo xolasa sizlarga. Mana shu KAMAZchamiz inshaalloh. Men kuzatuvchilar rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun. Borlaringga shukr. Inshaalloh qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib turamiz. Mana pechkalarni uzib, primoy qilib keldik. Pechkaga suv turmayapti, radiator pechkasiga. Mana bu radiatorlar holati mana aka. Mana shuni juda rosa qiynab haydalgan ekanda, endi qo'ldan kelgancha imkon darajasi inshaalloh remont qilamiz. Kimgadir qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, KAMAZ, MAZ, Hovo, Shagman ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Bemalol ma'lumotlar uchun yozishingiz mumkin. Instagramga, YouTube'ga bemalol yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha aytib berib turamiz. Mana bu kelgan krantimiz resor sinib ketgan edi, resor qo'yib, hammasini taxlab tayyor. Xudo xolasa ertaga ishga chiqadi inshaalloh. Manaki o'yaymiz kranimiz. Bu KAMAZ, endi hamma bilgan KAMAZ o'zimizda. Mana bu Uralimiz, mufta diskasi to'kilgan. Xudo xolasa ertaga mufta diskasining ligrovkasi qolgan, o'shani ligrovka qilib chiqib ketadi inshaalloh shofira. Mana shu KAMAZchamiz inshaalloh ertadan boshlab remontini boshlasak, xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlar qo'yib turamiz. Meni kuzatib turgan barchaga kattakon rahmat. Hammani omadini bersin. Rossiya, Samara oblastidamiz. Hammaga omad inshaalloh.